Katta bir korporatsiya rahbari bo'lgan Otabek o'zining hashamatli kabinetida o'tirardi. Uning hayoti soatdek aniq, rejali va sovuq edi. Pullar, shartnomalar, uchrashuvlar. U his-tuyg'ularni allaqachon unutgan edi. Birdan uning shaxsiy telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi. Raqam noma'lum deb yozilgan, ammo raqamning oxirgi 4 raqami unga galati darajada tanish ko'rindi. "Eshitaman", dedi Otabek rasmiy ohangda. "Ota", dedi narigi tomondan kichkina qizchaning titroq ovozi. "Ota, sizni juda uzoq kutdim. Nega kelmadingiz?" Otabekning yuragi bir qalqib ketdi. Uning farzandi yo'q edi. Adashgan bo'lsa kerak deb o'yladi, ammo nimadir uni go'shakni qo'yishga yo'l qo'ymasdi. "Qizalogim, sen adashding shekilli", deb gap boshladi u. "Yo'q", qizcha yig'lab yubordi. "Siz va'da bergandingiz. Muzqaymoq olib kelaman, keyin hayvonot bog'iga boramiz degandingiz. Oyim har kuni derazaga qarab yig'laydilar. Bugun mening tugilgan kunim, ota." Otabek o'zini kursiga tashladi. Uning xotirasida 15 yil oldingi dahshatli xotira jonlandi. O'shanda u yosh, qoni qaynoq yigit edi. Mast holda mashina boshqarib, katta tezlikda bir ayol va qizchani urib yuborgan, qo'rqqanidan voqea joyidan qochib ketgan edi. O'shanda hech kim uni topolmagan, ish yopti bo'lib ketgandi. "Isming nima seni?" deb so'radi Otabek ovozi titrab. "Mening ismim Umida. Oyim aytishlaricha, siz bizni juda yaxshi ko'rasiz. Faqat juda uzoqqa, Xotira degan shaharga ishlashga ketgan ekansiz." Otabekning peshonasidan sovuq ter chiqdi. "Umida. O'sha 15 yil oldingi qurbonlarning familiyasi ham Umidovlar edi. Menga manzilni ayt, hozir boraman", dedi Otabek shoshilib. U o'zini kechirishlarini so'ramoqchi, bor boyligini bermoqchi edi. Qizcha manzilni aytdi: eski bog' ko'chasi, 12 uy. Otabek mashinasiga o'tirib, o'sha manzilga uchib bordi. Kelgan joyi esa kimsasiz, tashlandiq, yarmi qulab tushgan eski hovli edi. U yerda na chiroq yonar, na odam yashardi. U yugurib ichkariga kirdi. Xonaning o'rtasida chang bosgan eski stol, ustida esa bitta ochgan sham va qog'ozga o'ralgan eski qo'g'irchoq turardi. Devorda esa 15 yil oldingi gazeta qirqimi yopishtirilgan. Dahshatli avariya, ona va 5 yoshli qizcha voqea joyida halok bo'ldi. Otabekning qo'lidagi telefoni yana jiringladi. U qo'rqibgina ekranga qaradi. Qo'ng'iroq o'sha noma'lum raqamdan edi. U go'shakni ko'tardi, lekin ovoz chiqarmadi. Go'shakdan qizchaning masrur ovozi keldi. "Ota, bizni topganingizdan xursandman. Endi biz doim birga bo'lamiz. Derazadan tashqariga qarang." Otabek derazaga qaradi. Tashqarida o'sha 15 yil oldin u haydab qochgan eski rusumdagi qora mashina turardi. Chiroqlari yonib o'char, ichida esa unga qarab qo'l siltayotgan ayol va kichkina qizcha ko'rindi. Ertasi kuni gazetalarda yangi xabar chiqdi. Mashhur tadbirkor tushunarsiz sabablarga ko'ra eski tashlandiq uyda yurak xurujidan vafot etdi. Uning yonidan 15 yil oldin ishlab chiqarishdan to'xtatilgan o'yinchoq telefon topildi. Xulosa: inson o'z o'tmishidan qancha qochmasin, vijdon azobi uni bir kun baribir quvib yetadi. Kechikkan pushaymon o'z-o'zini jazolashning eng og'ir usulidir.